Nima qilib qo'yganingni bilasanmi o'zi? Do'stim, mana shu pulni olib qo'ying. Nimaga? Oling, yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Men sizni birinchi marta ko'rib turibman. Bu muhim emas. Oling. Demak, pulni o'zlari berishdi. Mashinani-chi? Mashinani ham sovg'a qilishdimi? O'g'ayni. Mashinangiz qolib ketdi. Bugundan boshlab sizning mashinangiz. Xo'sh. Keyin dam olding. Shunaqami? Shuni. Keldingizmi, jon? Charchadingizmi? Yuring. Shunda seni aybing yo'q. To'g'rimi? Balki mana bu aybdordir. Pulni chiqar. Pulni ber dedim senga, chiqar. Chiqar pulni ber. Bo'ldi. Ber dedim. Bo'ldi. Ber. Chiqar. Meni qara. Bo'l. Kalitni chiqar. Xo'p, bo'l. Chiqar tezlash. Mana. Voy, tinchlikmi bolam? Ahvoling yaxshimi? Voy, charchabsan shekilli bolam. Tez yuz qo'lingni yuvib, kiyimlaringni almashtirib chiqin, ovqatingni isitib turaman, ovqatlanib olasan. Yura qol. Voy, yo'q! Menga qara. Hatto hayvon ham go'shtni qilmaydi. O bola. Bir soatlik yolg'on kayfni deb, endi bir umr azobda yashashga mahkumsan. Yo'q. Men unaqa qilganim yo'q. Yo'q.